uyingizda Wi-Fi yo'qligi uchun hali ham kuzatuv kamera qo'ya olmay yuribsizmi? Dahvodan ajoyib kamera kelgan. 4G sim kartada ishlaydi. Ko'rib turganlaringiz ushbu kameramiz. Hozirlarga buni obzorini qilib beraman. Bu Dahua Dual Diver 4G kamerasi bo'ladi. Bunga oddiy sim karta solasiz, xuddi telefonga o'xshab, o'zi internetga chiqadi, Wi-Fi ham kerak emas, kabel ham tortib o'tirishi shart emas. Bu kamerani ikkita ko'zi bor, bitta joyga qo'yasiz, lekin ikki tomonni ko'rsatadi. Masalan, hovli va darvozani birga ko'rishingiz mumkin. Biror harakat bo'lsa, telefoningizga darrov xabar keladi. Kimdir kirsa yoki yursa, siz bilib turasiz. Kechasi ham ishlaydi, qorong'ida ham chiroyli va aniq ko'rsatadi. Ichida mikrofoni bor, masofadan turib muloqot qilsangiz ham bo'ladi. Endi akalar, shuncha mehnat bilan ushbu kamerani obzorini qilib beryapman. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada yozinglarchi, bu kamerani aynan qaysi funksiyasi sizlarga ma'qul kelgan ekan. Telefoningizdan turib kamerani bursangiz bo'ladi. Qattiq ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha tomonga qaratsangiz yetarli. Ichiga fleshka, ya'ni xotira karta solasiz, hamma yozuvlar saqlanib qoladi. Keyin bemalol ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Eng zo'ri, qayerda bo'lsangiz ham telefon orqali live ko'rish imkoniyati. Ishda bo'lsangiz ham, safarda bo'lsangiz ham hammasi nazoratingiz ostida. Agar sizga oson, bosh og'ritmaydigan kamera kerak bo'lsa, Dahua brendidagi ushbu variant sizga to'g'ri keladi. Bilasiz, Dahua har doim mijozlar uchun qulaylik yaratadi. Akalar, aynan shu kamera sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, Anas Vision do'konimizdan hamyonbop narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu turdagi kamera ham sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar barcha viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Anas Vision sizning ehtiyotingiz haqida qayg'uradi.